farishtaman. Senga xushxabar bo'lsin. Do'stingni sen qanday yaxshi ko'rsang, do'stingni ziyoratiga qanday chiqqan bo'lsang, Alloh ham seni xuddi shunday yaxshi ko'radi degan xushxabarni yetkazar ekan. Anas ibn Malik rivoyat qiladilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning shunday bandalari borki, qiyomat kuni ular minbarda o'tiradilar. Shunda payg'ambarlar ham, shahidlar ham shu odamlarga havas bilan qarashar ekan. Kiyimlari nurdan bo'lgan, yuzlarida yorug'lik paydo bo'lgan odamlar qiyomat kuni minbarda o'tirar ekanlar. Shunda payg'ambarimizdan so'rar ekanlar: "Ya Allohning rasuli, bu minbarda o'tiradigan insonlar kim? Ustilaridagi kiyimlari nur, yuzlaridan yorug'lik kelib turgan odamlar, atrofga nur sochib turgan odamlar kim?" deganda, hatto payg'ambarlar ham, shahidlar ham havas qilib minbarda o'tiradigan odamlar Alloh uchun do'st bo'lgan, Alloh uchun bir-biridan judo bo'lgan insonlar, Alloh uchun bir-biriga yaqin bo'lgan insonlar qiyomat kuni minbardan joy oladigan ulug' bir maqom darajaga ega bo'lar ekanlar. Boshqa bir hadisda Musa alayhisalomdan Alloh so'rar ekan: "Ey Musa, sen men uchun nima amal qilding?" Musa alayhisalom aytar ekanki, namoz o'qidim, zakot berdim, roza tutdim, sadaqa qildim. Shunda Alloh marhamat qilar ekan: "Ey Musa, men uchun hech narsa qilmabsan. Namoz o'qigan bo'lsang o'zingni foydangga jannatga hujjat. Rozani tutgan bo'lsang roza do'zaxning o'tiga qalqon. Sadaqa bersang sadaqang qiyomatda boshingga soyabon. Nima amal qilding o'zi?" Shunda Musa alayhisalom hayratlanib qolar ekan: "Ey Rabbim, men nima amal qilishim kerak? Alloh uchun, men uchun bir bandani yaxshi ko'rdingmi? Men uchun bir birodar bilan do'st tutundingmi? Do'st bo'lib bir odamni og'irini yengil qildingmi? Bir odamni mashaqqatini yengillatdingmi? Bir insonning hojatini chiqardingmi? Yo'q. Agar sen men uchun bir bandani do'st tutib, og'irini yengil qilganingda edi, mashaqqatini og'ir mashaqqatlarni oson qilganingda edi, ulug' bir savobga noil bo'lgan bandalardan bo'larding. Men sizlarga jannatning insonlarning xabarini beraymi?" dedilar. Shunda bering ya Allohning rasuli, jannatda kimlar dedilar. Payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlarki, jannatning insonlarning toifasi payg'ambarlar, jannatning insonlarning toifasi shahidlar, jannatning insonlarning toifasi siddiqlar. Shu bilan birgalikda Alloh uchun bir-biriga do'st bo'lgan, Alloh uchun bir-biri bilan yaqin bo'lgan insonlar jannatning haqiqiy vakillariga aylanadi degan bashoratni bergan ekanlar. Endi mana shunday holatlarda Alloh uchun do'st bo'lib, Alloh uchun bir-biridan ajralib ketadigan inson haqiqiy bir jannatiy insonlarning qatorida bo'lar ekan. Xabarlarda keltiriladiki, qiyomat kuni bir mo'minni olib kelishar ekan. Tarozda amallari tortilar ekan. Amallari tortilgan paytda savob, hasanat amallardan gunohi ko'proq bo'lar ekan. Shunda do'zaxga hukm qilingan paytda muhlat so'rar ekan: "Ya Rabbim, bir soat muhlat bersang, ozgina hasanat amallarimni men to'play, bir soat muhlat berilar ekan." Onasini huzuriga kelar ekan. "Ona, bag'ringda katta qilgan, sinangdan sut bergan bolangman. Vujuding bilan boqqan farzandingman. Men uchun dunyoda ko'p mashaqqatlarni chekdingiz. Meni barkamol inson qildingiz. Hasanat amallarim kam ekan, savobli amallarim tarozimda kam ekan, gunohlarim ko'p ekan. Ozgina savobingizdan bering" deb onani oyog'iga yotar ekan. Ona shunda: "Men ojizman, bolam. O'zimning hisobim nima bo'lishini o'zim bilmayman, savobimdan bera olmayman" deb bolani qaytarar ekan. Qarindosh urug'larni oldiga bir kirar ekanmiz. Akami, tog'ami, jigarmi, yor birodarmi? Qarindoshlarning oldiga kirganda ham noumid bo'lib qaytar ekanmiz. Jahannamga ketayotgan paytimizda do'stimiz ko'zimizga ko'rinib qolar ekan. Billa o'sgan, billa do'st bo'lgan, hayotda bir yaxshiligimiz tegib qolgan,
og'ir paytlarda, mashaqqatli paytlarda yordamimiz tekkan. Shu inson egilgan paytlarda turg'izib qo'ygan. Ozmi ko'pmi shu do'stimizga xizmatimiz sinib qolgan. Hayot yurgan payti jigari qilmagan ishni yaxshilikni qilgan do'sti bo'lganmiz. Birodar, haqqa ketyapsan. Gunohlarim ko'p ekan, amali solihim tarozimda kam ekan. Savobli amallarni qidirdim, topolmadim. Men do'zaxga mahkum bo'ldim deganda do'stimiz yetar ekan. Ey birodar, men qiynalgan paytimda dunyoda yurganda ko'p xizmat qilgan eding. Belim bukilganda bellarimni tiklagan eding. Boshim yostiqqa yetganda tepamda turgan eding. Nochor bo'lganimda qo'lingni cho'zgan eding. Ko'p xizmatlarni menga qilgan eding. Agar do'zaxda kuyish bo'ladigan bo'lsa, ikkimiz emas, ikkalamizdan bittamiz bo'lsin. Qilgan xizmatlaringni evaziga sen uchun men do'zaxning azobini bo'ynimga olay. Amallarim, savoblarimni sen olgin. Do'stimiz savob amallarni biznomaya amonimizga o'tkazar ekan. Haqiqiy Alloh uchun do'st bo'lgan birodar do'stini jahannamning azobidan qutqarib, men uchun balolarga giriftor bo'lgan. Men uchun ko'p xizmatlarni qilgansan. Otam, onam qilmagan, jigarlarim qilmagan yaxshilikni qilgan do'stsan. Meni savobim senga o'tsin deb haqiqiy Alloh uchun do'st bo'lgan odam savobini birodarining nomai amaliga o'tkazib qo'yar ekan. Shunda xursand bo'lib jannatga kiramiz deb turgan paytimizda munodi nido qilar ekan. Alloh uchun do'st bo'lgan do'stini jannatga tashab, do'zaxda tashab, jannatga kirish nomardning ishi degan gap bo'lar ekan. Jannatning eshigidan qaytib, Allohning arshining soyasiga kelib sajda qilar ekan. Shafaat so'rar ekan. Ey Alloh, Alloh yo'lida, seni yo'lingda do'st bo'lganman. Shu birodarimni do'zaxning azobiga giriftor qilmagin. Bir magizni seni yo'lingda yeganmiz. Og'ir kunlarni boshdan o'tkazganmiz. Oramizdan yomonlik o'tmagan. Dunyo uchun, mansab uchun, pul uchun do'st bo'lmaganmiz. Shu do'stimni do'zaxning azobidan o'zing asragin. Meni nomai amallarimga savobini bergan do'stimni noumid qilmagin deb shafaat qilar ekanmiz. Allohning rahmat eshigi ochilar ekan. Haqiqiy o'zini yo'lda do'st bo'lgan do'stlarni ko'rib, Alloh uchun hech qanaqangi dunyoni ishlarini aralashtirmasdan, Alloh uchun do'st bo'lgan haqiqiy do'st uchun Alloh jannatning eshigini ochib qo'yar ekan. Do'st shafaatchi bo'lib qolar ekan. Haqiqiy Alloh uchun do'st bo'lgan do'st. Jonimizga ota-ona, jigar aro kirolmagan paytda Alloh uchun do'stlashgan do'stlar Allohning jannatiga olib kirishga mas'ul bo'ladigan bir darajani Alloh nasib etar ekan. Payg'ambarimizning muborak hadislarida qiyomatda alomatlari zikr qilinadi. Shundoq qiyomatdan oldin alomatlar zohir bo'ladi. Ikki narsani topilishi qiyin bo'lar ekan. Qidirar ekanmiz, topolmas ekanmiz. Birinchisi halol pul. Aldob, fitna, fasod bo'lmasdan iloji bo'lmas ekan. Halol mehnat qilaman, peshona teri bilan topaman deb harakat qilar ekansiz. Lekin yolg'on, g'am aralashmasdan iloji bo'lmas ekan. Qiyomatda alomatlardan bittasi. Halol pulni topish og'ir bo'lar ekan. Ikkinchisi qidirar ekansiz. Jondan aziz do'st. Suyanadigan odam, dardisi yetadigan, sirrisi yetadigan do'stingizni qidirar ekansiz. Shundoq do'stni ham topolmay qoladigan zamon keladi. Bilingki, bu ham qiyomatning alomatlaridan bittasi. Do'stman deb yoningda turib, boshqa ish qiladigan odamlar ko'payib ketar ekan. Do'stligini ham, dushmanligini ham bilolmay qolar ekansan. Jondan aziz do'st bilan halol pulni topish qiyomatning alomatlaridan bittasi bo'ladi degan ekanlar. Endi do'stlarning orasida shunaqangi toifalar bor. Olov o'tinni qandoq yegandek, o'tin kulga qandoq aylangandek, hasad insonlarning ichini yemirib yuboradiganlar bo'lar ekan. Do'stman deb hasadgo'ylik qiladigan, do'stman deb dushmanlik ishini qiladigan odamlar paydo bo'lar ekan. Ikkita do'st oralaridan qil o'tmasdan katta bo'lgan ekanlar. Birini qo'lini Alloh baland qildi. Biri ich qoraligi, hasadligi uni zohirda o'zini vujudiga ta'sir qilib, hech ishi yurishmasdan, faqatgina orqaga ketadigan, hech qachon biron bir ishni boshlasa orqasiga yetkazmasdan, o'rtada arosatda qoladigan odam bo'lgan ekan. Haligi do'stini qo'li baland bo'lib, kundan kunga davlati ziyoda bo'lgandan keyin podshoning zamoni odil ekan,
juda bir odil podsho bularga podshohlik qilar ekan. Huzuriga bordi. Men shikoyat bilan keldim. Falon do'stimning ustidan. Nima shikoyat? Ikkita sigiri bor do'stim. Ikkita sigir bo'lsa nimasi yomon? Sizga qatuv chiqadi, nasiba chiqadi. So'ysa go'shtidan yeysiz. Do'stingiz sigiri sizga manfaat yetkazadi-ku. Yo'q endi. Shu narsa bizga qattiq ta'sir qildi. Bo'pti. Men odil podshoman. Sizlarga ham Baytul Molni hisobidan bitta sigir ato qildim. Mana shu sigirni sizlar ham boqinglar, do'stinglardan kam bo'lmanglar dedi.